Xabaringiz bor, Mudofaa vazirligining raqamlashtirilgan axborot tizimi va ma'lumotlar bazasi doirasidagi chaqiruv tizimi ostida dasturdan samarali foydalanish yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu orqali ma'lumotlarni aniq va tezkor kiritish hamda korrupsion holatlarning oldini olish ko'zda tutilgan. Ayni shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tomonidan Bektemir tumani mudofaa ishlari bo'limida raqamlashtirilgan elektron tizim osti dasturi orqali fuqarolarni muddatli harbiy xizmat va safarbarlik chaqiruv rezervi xizmatiga chaqirish mavsumida tibbiy ko'rikdan o'tkazish hamda saralash tadbirlari namunaviy tarzda amaliy mashg'ulotlar orqali ko'rsatib berildi. Unda poytaxtimizdagi mavjud mudofaa ishlari bo'limlari xodimlari ishtirok etdi. Avvallari chaqiruvchilar tibbiy ko'riklardan o'tish uchun qo'shimcha tibbiy ko'riklarga yuboriladi. Har bitta qon tahlili va hokazo tahlillar har bittasi o'sha joylardagi poliklinikalarda amalga oshiriladi. Bu juda ham ko'p vaqt olardi. Qolaversa ortiqcha shaxsiy jildlari bo'lardi. Hozirgi kunda barcha qog'ozbozliklarni oldidan olish maqsadida chaqiruv tizimosi dasturi amalga oshirilgan. Ma'lumot uchun mazkur elektron dastur barcha davlat idoralari bilan integratsiya qilingan bo'lib, Daymet tizimi orqali chaqiruv mavsumini shaffof o'tkazilishi ta'minlanmoqda.